Maxfiy urush. Abdori Robert Spalding. 10-ci bab Xitayning maxfiy urushiga qandaq taqobil turimiz va uni qandaq to'xtatimiz. 1-ci qism. Iqtisodiy urush va pul muomala urushi Amerikaga ancha notanish emas. Chunki o'tmishda bizmi bu ishni qilib baqqan. Sovet ittifoqining parchalanishi va Sharq lagerining yemirilishiga Amerika Davlat bexatarlik komiteti planlagan kishilarga kamdan-kam bilingan, ammo favqulodda mo'yin bir qator harakatlar zo'r darajada sabab bo'lgan. Mazkur harakatlar Sovet ittifoqining iqtisodiy gavdasini vayron qilib, shu orqali Moskvadagi mustabid hokimiyatni to'xtatib, hokimiyatni taxtdan g'ulitish uchun alayda planlangan. Ayni chog'da mazkur planni tuzishga qatnashgan kishilarning biri Xitoy qatnash qurilishi shirkatining Hong Kong Akasiya bozoriga kirishni to'sib qo'ygan Roger Robinson. Roger kasbiy hayotining dastlabki mezgillarida Chase Manhattan bankisi xalqaroliq bo'limining muavin bosh direktori edi. 1970-yillarda mazkur bankining Sovet ittifoqi, Sharqiy Yevropa, O'rta Yevropa va Yugoslaviya ishlariga mas'ul edi. Ayni chog'da u Sovet ittifoqining Sibiriyani kesib o'tadigan neft trubasi liniyasini yasayotganligi to'g'risida bir parcha maqola e'lon qilib, kishilarning diqqatini tortgan edi. Bu maqola mazkur neft trubasi liniyasining tamomlanib ishga kirishtirilgandan keyin qanday ta'sir paydo qiladiganligi to'g'risida G'arb davlatlarini ogohlantirish maqsadida yozilgan edi. Robinson shu sababli yana ayni chog'da prezident Reaganning qattiq e'tiborlashiga erishgan yaqin maslahatchisi William Bill Clark va shu vaqtdagi Amerika davlat mudofaa ministri Caspar Weinbergning diqqatini tortgan. Robinson o'zining maqolasida mazkur neft trubasi liniyasi ishga kirishtirilib, neft ta'minlashga boshlagan hamon G'arbiy Yevropadagi har qaysi davlatlarning 70% energiya ehtiyojini qamday oladiganligini va bu orqali Sovet ittifoqining qurg'dilib kelayotgan davlat xazinasiga qaytadan pul kirishga boshlaydiganligini eskartgan. Halbuki shuningdan ilgari Sovet ittifoqi Afg'onistonda urush patqiga petib qolgan. Amerika bilan keng ko'lamlik qurol-yarog' musobaqasiga tushgan. Shundaqla fan texnikada yangilik yaratish jihatda g'arbdagi davlatlar bilan baslashayotgan bo'lg'achqa davlat g'aznasi qurg'dilib qolgan edi. U yana mazkur neft trubasi liniyasining G'arbiy Yevropadagi davlatlarni Sharq lageriga texmi tayandirib qo'ydiganligi to'g'risidami eskartgan. Robinson mazkur maqolasi sababli Amerika Davlat bexatarligi komitetiga qatnashishga taklif qilingan va bu yerda Clark Weinberg va CIAning boshlig'i William Caseyning qo'llashi ostida mazkur neft trubasi liniyasini to'xtatib qolmasdan Sovet ittifoqini vayron qiladigan ko'p taraflamalik hujum planini tuzib chiqqan. Robinson shundaq deydi: iqtisod va pul muomala tarafdan qo'l silingan mazkur hujum planini Amerikada taxminan 12 kishilar bilatdi. Mazkur plan Sibiriyani kesib o'tadigan ikkinchi neft trubasi liniyasining boshlanishini to'sib qolmasdan birinchi truba liniyasining qurilishini 3 yil kechiktirib o'tishni, Moskvani hukumat qarziga va xususiy qarzlarga erisholmas qilib o'tishni maqsad qilgan edi. Bu nishonni ishga oshirish uchun CIA Fransiya istixborot tashkilotining yordami bilan KGB qo'lga kirgizishni o'ylayotgan Amerika texniklarining tizimligiga erishgan. KGBning eng bak intilayotgani Sibiriyadagi neft trubasi liniyasini avtomatlashtirish va asrashga ishlatadigan kontrol sistemasi edi. Shuning bilan Amerika Davlat bexatarlik komitetining yana bir a'zosi Dr. Gus Weiss Sovet ittifoqining arzusini qondirib, ularga kontrol sistemasi setib berish, ammo setib bergan aslahalarga yomon g'arazlik teroy yumshoq detali qachalash taklifini bergan. Mazkur yumshoq detal dastlabda kashila tug'dirmaydi.
Әмма ақырғы барғанда vayron qilg'uch kod tarqatdi. Ahvol darvaqa shundaq bo'ldi. Sovet ittifoqiga setib berilgan mazkur sistema oxiri ishchidan portlab, tarixdagi yadro portlatishdan boshqa olam bo'shligidan ko'rgil bo'ladigan birdan-bir zo'r ko'lamlik portlash va o't ofatini keltirib chiqargan. Buni Amerikaning sobiq havo armiya ministri, shundaqla Reagan va Clarkning maslahatchisi Thomas Red o'zining Hang og'zida degan kitobida oshkorlagan. U yana Amerikaning bir qancha sun'iy hamroyining olam bo'shligida turib, mazkur portlashni bayqaganligini tilga olgan. Buningdan sirt, Reagan hukumati yana nurg'un jihatlarda Sovet ittifoqiga zarba bergan bo'lib, Robinson bu haqda shundaq deydi. Saudiya Arabiston bilanmi 2 million ton neft ishlab chiqarish va davlat ichidagi neft bahsi cheklamasini bekor qilib, 1 ton neftning bahsini 10 Amerika dollariga tushirish to'g'risida bir maxfiy kelishim imzolangan edi. Darvaqa shu sababli neft bahsi 1980-yildagi 1 toni 37 da 42 dollarlik, ya'ni pul paxalligini nazarda tutganda bugungi 114 dollarga barobar. Bahodan oshirib, to'van saviyaga tushib qolgan. Natijada Sovet ittifoqining eng asosli kuchli pul manbalaridan biri shu ravishda quritib etilgan. Shuning bilan bir vaqtda Robinson va Amerika hukumati Sovet ittifoqining egilik huquqi zoyimi tarqitishiga yo'l qo'ydigan har qanday planiga qat'iy qarshi turib, raqibini zarur mablag'ga erishish imkoniyatidan mahrum qilgan. Ayni vaqtda bu prezident Reaganning Sovet ittifoqini parchalashdagi ko'p taraflik strategiyasining kishilarga eng bilinmagan bir turi edi. Reaganning mazkur ko'p taraflamalik strategiyasi, ya'ni strategiyalik qo'g'dinish plani chorlig'uchi boshqarilgan bombalarni oldin o'rinlashtirish, Jean Kirkpatrickning yetakchiligida BDT'da elib berilayotgan ideyaviy urush va Cap Weinbergning yetakchiligidagi zo'r ko'lamlik mudofaa qurollari hozirligi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Buningdan sirt biz yana 3-dunyo ellardimi Sovet ittifoqining peyiga tushgan edik. Bu jihatda Bill Casey Afg'onistondagi mujohidlarni, ya'ni nashtar tipliq boshqarilgan bombalar bilan ta'minlagan. Shundaqla Nikaragua portiga mina ko'milgan edi. Shuning bilan Sovet ittifoqi tashqi qarzga jiddiy muhtoj bo'lgan. Ammo qarz ololmaganligi sababli iqtisodiy chekinib, xalqarada yangi texnika sohasida raqobatlashish imkoniyatidan mahrum qolgan. Buningdan sirt bak ko'p joyda urush qilganlikdan Sovet ittifoqi oxiri o'zining egilik huquqini saqlab qolishdanmi ojiz kelgan. 1991-yili Sovet ittifoqining kuchli pul qarzining summasi 90 milliard dollarga yetgan. Shuningdan 2 kun keyin Sovet ittifoqi parchalangan. Robinson o'zi g'ulitishga kuch chiqargan hokimiyat, ya'ni Sovet ittifoqiga selishtirganda Xitoyni tamoman farqli bir davlat deb qaraydi. Lekin ummo Xitoyning amaliy kuchiga gumon bilan qaraydigan boshqa mutaxassislarga o'xshashla Xitoydan iborat dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdining halokat girdoviga berib qolganligiga ishonadi. U shundoq deydi: Xitoyning g'oyat zo'r ojiz nuqtalari bor. Bo'libmi Xitoy o'z iqtisodining real bo'lmagan shiddatlik suratda eshishiga muhtoj. Ammo Xitoyning mustabid iqtisodiy tuzilmasi u kutgan eshish suratini tizginlay olmaydi. Chunki iqtisod tez suratda oshsa, uni yangi qarzlar orqali g'idiqlashga to'g'ri keladi. Davlat cho'qim mablag' ajratib, ul muassasa qurilishlarini barpo qilmas bo'lmaydi. Shundaqla ishsizlikning adab ketmasligi uchun ahamiyatsiz xizmat fursatlarini yaratishga to'g'ri keladi. Bularning hammasi mustabid iqtisodiy tuzilmaning tizginlash doirasidan halqib ketgan ishlar bo'lib, bu xil ahvolda Xitoy chekinishni o'ylasimi, chekinolmaydi-da, natijada
nachar aylanish shakllanadi. Chunki bu xil nachar aylanishni majburiy to'xtatishga uringan taqdirda mayli qanchalik ehtiyot qilinishidan qat'iy nazar bu muqarrar holda eshish sur'atiga vayron qilg'uch ta'sir ko'rsatadi. Oxiriga borganda Xitoyning soyi bankchilik usuli, ya'ni shadow banking an'anaviy savdo banklarininkiga o'xshash pul muomala mulozimatlari bilan ta'minlaydigan, ammo bankalarga o'xshash belgilamalariga rioya qilmasimi bo'ladigan bankalardan boshqa vositachi apparatlarning pul muomala qilmishlarini ko'rsatadi. Bozorni tizginlashi, ko'plab pul va zoyum cheki besishi qatorliq qonunsiz qilmishlarning hech qaysisi sinoqlarga bardoshlik berolmaydi. Yana kelib, nachar omonat qarz va qarz qurilmasi allaqachon GDP'ning 3 hassasiga to'g'ri keladigan saviyaga chiqdi. Bu holatni davomlashtirg'il bo'lmaydi. Ular bu nisbatni tushirishga urinyotidi. Chunki ular ko'z oldidagi bu masalaning cho'ng ofatni keltirib chiqarishi mumkinligini biladi. Lekin ular bu masalani hal qilishdan ojiz kelmoqda, deydi Robinson. Ammo shu sababdan Robinson pul muomala sohasidagi o'rtaq e'tirof qilingan qoida qonuniyatlar Xitoy Kompartiyasini mag'lubiyatga uchirtidi deb qaraydi. Buni nazarda tutganda Amerika cho'qim Xitoyning yer sharini kontrol qilish urinishiga to'sqinlik qiladigan strategiyani yo'lga qo'yishi kerak. Bu jihatdagi harakatlarimiz Sovet ittifoqini g'ulitish jarayonidagidek dramatik bo'lmasimi? Ammo cho'qim butun zehn markazlashtirilgan, tinimsiz va jiddiy bo'lishi kerak. Biz adil savdoning haqiqiy adil bo'lishiga kafolatlik qilib, Xitoyni xalqaro savdo qonunlariga bo'ysunishga majburlashimiz kerak. Biz yo'l ko'chisi va tijorat sohasining yo'l boshchilarini Xitoy savdo talabi va hisobot qoidasiga uyg'unlashmoqcha Xitoyga mablag' selishni to'xtatish jihatda tarbiyalashimiz va shuningga rag'batlantirishimiz kerak. Biz Amerikaga ul aslahalarimizga, yasimichilik sohayimizga tadqiq qilib echish idoramizni kuchaytirishga mablag' selishimiz kerak. Biz 5G'ning va Amerikadagi barliq sonliq ma'lumotlarning qo'g'dilishiga va bexatar bo'lishiga kafolatlik qilishimiz kerak. Biz raqamlik davrdagi urush realligining xirsiga taqobil turish uchun Amerika armiyasini qayta tashkillashimiz, bu jihatda qayta tafakkur qilishimiz va mazkur sohaga qaytadan ahamiyat berishimiz kerak. Bu sohalarning hammasida rahbarlarimiz o'tgan 40 yilda boshqalar qilolmagan bir ishni qilishi, ya'ni cho'qim Xitoyga qarta keskin pozitsiya bildirishi kerak. Davomi bor. İngilizchadan tarjim qilguvchi Hikmatyar Ibrohim. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 20 sonidan elindi.